Lekin Vodichoro House obunachilari mana bugun o'sha mashhur Usmon tog'omni mini fermasiga keldik. Mana xudo xolasa bu mollarni zo'rlar faqat Usmon tog'omda bo'ladi. Mana polnisni bugun obzor qilib Usmon tog'om bilan suhbat qilamiz. Assalomu alaykum. Shogird bola. Charchamasdan sog'-salomat. Vodichoro House'ga laklar bosib, patishga bilan mashmolani kuchaytiraylik. Usmon tog'om bu mollar zo'rlarni qaytarib olasiz. Zo'rlarini endi mana shu firmalardan oqtarib izlab topilgan. Bu mollar kecha kelgan mol emas. Shu dekabr, yanvar oylarida sarilarni yiqqanman. Yosh oyliklar qanaqa Usmon tog'om? Mana shu 10 oylik. Bular menga kelganda shu 5-6 oyligida kelgan hammasi. Ajitda buni ham sherigi bor. Qolganlar hammasi 8 oylik. Bu sutdan chiqqan bezovlar edi. Eng zo'rlari, tozalari faqat Usmon tog'omda bo'ladi. Bularda eng kattasi 400 kilo, 500 kilolik mollar. Mashinalar 450-500 ga yaqin. Mana eng kuchligi mana shu bo'lsa. Bular 125 plus 30 ga yaqin. 30 ga yaqin. Och bobo. Usmon tog'om bularga emlovlari bo'lganda vaqtda vaksinalar bo'lgan, emlovlar bo'lgan. Nima emlar berib boqasiz Usmon tog'om bularga? Rabelkadan chiqqan somon, silos, kepek, oddiy kepek. Ozroq kunjara shu 1 kilodan to'g'ri keladi. Keyin hali qoramun bor, bog'dod qoramun, o'shandan beriladi. 2 yong'al qaraladi, ertalab kechib qo'yadi. Shu yig'on nastasi mana shu. Iloji boricha zagonda yurish kerak mollar, bo'sh yurish kerak. Bo'sh yursa rivojlanish yaxshi bo'ladi. Unaqa sho'g'liq qilmaydi, to'polon qilmaydi. Bir-biriga unaqa usmaydi, yuvosh yuraveradi. Unaqa maydon qilish kerak, katta maydon qilish kerak. Iloji boricha bo'sh baylash kerak. Bo'sh boqish kerak. Ko'rsa. Mana asl zotga sotiladi. Faqat zot uchun Zot uchun eng saralari sementalda yo'q. Sementalda nima aytilgan bo'lsa, o'sha narsalar hammasi bor. Mana stakan tuyoq, oq tumshuq, oq tirik, sharpan pula, marqalar, patchalar. Mo'la. Mana Patchga bu yo'q. Mana ular kelganda menga shu 6-7 oylik bezovchi edi, qoch polvon. Turo 5 oydan beri Usmon tog'om mehrni beradi. Dekabr, tayyorlab yuribdi. Yanvar oylarida yig'ilgan bular hammasi. Tayyor xudo xolasa. Bular mehr kerakda, bularga mehr kerak. Mana buni qara. Tashlasang bular juda o'rganadi odamga. Kevolaveradi. Yuvosh bo'lib o'zi keladi Usmon tog'om sizda o'tisiz. Bittasini qashlasang hammasi kelaveradi. Usmon tog'omni uğraşib oladi. Bularni endi tashab qo'ygan bilan bo'lmaydi. Siz Usmon tog'om kimga mol bergan bo'lsangiz, birov hech qachon nima bo'lmagan. Endi garantiyasi berilib, hamma soliqlarga garantiya bu sotdim, qochdim bo'lmaydi bizda. Ishonarli bo'ladi, boqish hamma yo'q garantiyali. Yeb ichishlariga, soliqlarga javob beriladi. Mana kimga mol sotgan bo'lsangiz, hamma baraka topib, xursand bo'lib rahmat aytgan. Sizga o'shanisi kerak, o'shanisi muhim. Rahmat, sizdan olib baraka topdim desa, o'shani o'zingizdan. Bu molni tushunmaydiganlar, har xil negativlar yozib yurmaylar. O'sha negativ yozganlarda uyda mishig'i ham yo'q, yozaveradi. Buni o'ziga yarasha mashaqqati bor. Bu shunchalik qilguncha juda katta mehnat yo'q bunda edi. Buni mol ishqibozlari tushunadi. Buni mol boqqan mol ishqibozlari o'zlari biladi. Mana ko'ringlar. Mana buni qara. Bu turpoqni ichida turpoqda o'sha vagonda yuribdi. Bular mana ko'rding, odamga kevolaveradi. Hammasi kevoladi. To'g'ri, bu molni endi narxlari qanaqa? Eng qimmati nechi pul, eng arzoni nechi pul? Endi shogird bola, bu mol ishqibozga sotiladi. Bu arzon mol emas. Bu kelishi o'zi arzon kelmagan. Bu sementalda hozir yerga tushgani 20 milliondan 25 milliongacha bo'lyapti. Usti 3 kunlik o'zi. Bu unaqa narsalardan o'tgan. Bu ancha mehnat qilib qo'yilgan bunga. Qishdan olib chiqilgan. Xullas 45 milliondan 60 milliongacha ishqibozi men maza qilishga boqaman degan bo'lsa mana shular zotga o'zi 1-2 oyda qo'shsa bo'laveradi. Mana shu. Ayyorlar shular ekanlar. Mana bu.
Ashekovi bitta onani emgan. Bittasini tuqqan, bittasini qo'shgan mana. Zotga tayyor akalar, mana qiziqqanlarga xudo xolasa Usmon tog'amni telefon nomerlarini qo'yib qo'yamiz. Bemalol telefon qilib, qilaveradi. kelib, ko'rib, Telegram guruhimizga ham a'zo bo'lib qo'yinglar. Qanaqa savollar, qanaqa muammolar bo'lsa, bemalol o'sha guruhda har xil sohada akalarimiz bor, bemalol hamma savollaringga javob berishadi. Bo'lsa, berilaveradi. Musofirda yurgan akalarimiz bor, do'stlarimiz bor, o'shalar qiziqadi. Qanaqa mol olib boqsam, qanaqa semirtirsam deganlarga mana maslahatlar boshida shuncha qimmatga o'xshaydi. Lekin olib olganlardan hech qachon ziyon qilmaydi. Ziyon qilmagan. Men ikkitadan boshlaganman 2017-yilda. Ikkitani olib boqib turib 4 ta qilganman. Hozir mana 10 ta anada ham bor, mana 3 ta. Mana kichkinalari bor. Ularni ham hozir qo'yamiz. Qo'yamiz ularni. Ular sotuvga. Ular sotiladi. Ishqivozi zo'rini olaman deganga haqiqatda zo'ri bor. Sementalda nima bo'lish kerak bo'lsa o'shalar bor. 3 ta tayyor sotuvga. 4,5 oylik Usmon tog'lar. Ikkita 5 oylik, bitta 4,5 oylik. Hozir uni ham videoni oxiriga joylab boramiz. Ular sotuvda. Usmon tog'lar yurmasa shohid bola. Sotuvdalarni ko'rsatishlar, omonachilarning ishqivozi bo'lsa mana qiziqib ko'rsatishamikin deb turganlarga qo'yadi o'sha videolarni. Sandiqqa solib qo'yganim bor. O'man sandiqni kalitini hozir ochaman. Mashalloh, bular ko'rsating. Eshikni ochsak bo'ladi endi. Hozir tepadan oshib tushiradi deyishmasin, mana toshmaydi. Qo'yinglar. Mana buzuvlarimiz tayyor sotuvga olib, kuzgacha bular tashab qo'ysa xudo xolasa. Aha. Ana qachga bo'ldi. Bitta farqi bor. Dumda solganidan buni qara. Buni qara, mana buni. Qoch. Mana stakan tuyoq, oq kiprik, oq tumshuq, shalpan quloq. Haqiqiy toza 100 ga 100, 120 tali sementaldan mana. Smoto bular narxlar qanaqa endi? Ular uchovi bir joyga sotiladi. Ishqivozini olaman deganiga bir joyga sotiladi. 110 million kami bor. Ko'rsating. Mana o'sha 120 ga yaqin, 115 dan baland, mana o'sha 115 kilos bo'lsa kerak, lekin o'lchanmagani. Oldilari ham o'ta kuchli bu. O'shanga olib bitta joyga tashab qo'yib, buni maza qilib o'qiydigan. Yo'q, sanaqa. Holvon bo'lib yotibdi. Mana ko'rinib turibdi. Videoda ancha sifatli, kuchli. Kelib, ko'rib, bemalol narx qilib, Usmon tog'ni xudo xolasa olib, baraka topadigan joy. mana holvon. Mana bu. Ana. Mana uchinchisi. Mana qara. Uchinchisidan o'tib qo'yib, O'tkiz. Bu odamga mehribon, tabiiy bo'ladi. Bu kimga to'y bu? Yomon. Pachka bo'lib turibdi, oldlar. Ham kichkina emas. Tozalar mana faqat Usmon tog'onda bo'lardi. Adashtirib qo'yamiz. Sementalda nima aytilgan bo'lsa, o'sha narsalar mana shu. Hammasidan bor. Nimani oqtaryapti turgan bo'lsang, o'sha narsa bor. Oliy bular tashab Istagan qo'ysa, tuyoq xudo xolasa, Usmon tog'on bular. Shalpan quloq. Tillosga turadi semental. Tillosi keyin aytaman senga addendi gapda. Xudo xolasa tayyor mollarimiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar, pastga telefon nomerlarini qoldiramiz. Qilgan mehnatimizda layklar bilan podдержка, kommentariyalar, chiroylilardan yozinglar. Kim layk bo'lsa, negativlar kerak emas. podдержка turganlar uyda mana shunaqa mana shu bir qo'ra bizga ham nasib qilgan degan negativ yozib, bizga ham nasib qilganlarni uyda to'lib toshib, sonini bilmay 10 ta emas, 100 tadan soni ko'pga bersin, ko'p qatorda eng zo'rlardan bersin. Chorvada halollik bor. Halol mehnatda bu, o'zidan o'zi bo'lmaydi. Bo'lmaydi, to'g'ri. Buni oladi, mehnat qiladi, emlovini qiladi, yem beradi, keyin beradi bu. Mana bu. Dahshatlari Usmon tog'inda bosinglar. Vodiy Chorva House Instagram sahifamizga ham o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Mana shu bola ham endi yangi kanal ochdi. Mana shu kanalda rivoj uchun layklar bosib, podpiskalar bosinglar.
Usmon tog'a Bundan sizga zo'rlari katta hali oldinda. Xudo xohlasa zo'rlarni qo'yib boramiz. Kommentariyaga qanaqa savollaring bo'lsa, qanaqa chorvaga oid fikr mulohazalaring bo'lsa yozinglar. Xudo xohlasa kundan kunga yoritib boramiz. Sirlarni olamiz, xudo xohlasa video qilib. Bu endi boshlanishi. Xudo xohlasa boshladik, podдержка qilib turasizlar. Bosinglar.